Rustamjonning stol stul ishlab chiqarish sexida kelganmiz. Mana ishlar avjida ketyapti, shogirdlar ishlashyapti. Hada mana boshchilikda Bahrimjon tog'amning o'zlari. Kimga mana shunaqa zakaznoy stol stullar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastga telefon raqam qoldiramiz, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Adres Pop shahri. Namangan viloyati Pop shahar bo'ladi. Optim olmoqchi bo'lgan shu stol stul biznesi bilan shug'ullanadigan aka-ukalar, biznesmen, tadbirkorlar bo'lsa ham aloqaga chiqib ko'rasizlar. Hammasi qo'l mehnati bilan chiqadi, lekin haqiqiy zavoddagidek bo'ladi. Shu bukilgan hozirgi temirlar mana shunday holatga keladi. Keyingi jarayon mana kraska sepib mana bunday o'tirg'ichlarni qo'yilgandan keyin mana bunday. Bu qanaqa fasondagi deyiladi? To'ruvchi. Lola fason. Kurslarga, maktab kurslariga. Maktab o'quv kurslariga tayyorlab berilyapti ekanlari. Mana shu lola fasonda yarim tayyor holati. Bular mana zakazga tayyorlab qo'yilgan ekan. Ustlariga hozir tayyorlarini yasalganlarini ko'rsatib o'taman. Mana bu partasi bo'ladi shu ani. Shu Rustamjon ukamizning do'stlari, tadbirkor ukamizning do'stlari shu ishni boshlaganlar. Necha yil bo'ldi? 4 yil, 5 yil bo'ldi, xudo xolasa 5 yildan o'tdi boshlashganiga. Lolani ham tayyordan o'tindi. Lolalar chiqib ketdi. Hozir endi mana popimizda zo'r yangilik qilib mana shu narsani boshlashgan. Buni nomi qanaqa deylardi? Kachela. Ratan kachela. Hop, ana bu 32 lik turba. 208 stenada. Stenasi qalin. Necha kiloni ko'taradi? 200 kilodan oshiqiga javob. 200 kilo degani ham bu ikkita 100 kiloli odamni tasavvur qilinglar. Mana o'zi hozir 70 kilo bo'ladigan bo'lsa, bundaqadan 3 ta odam bemalol o'tirsa ko'taradi degani. Keyin qolganlarga nisbatan biznikini qolipi kattaroq chiqdi. Razmerlari katta. 3 kishi bemalol sig'adi. O'zi 2 kishilik bu 3 kishi bemalol sig'adi. Sal kattalashtirib chiqardik. 208 stena. Stenasi ham qalindan. Rossiyskiy turba. 2 bas. Garantiya 208 ga. Garantiyasi biror yilga bo'ladimi shunda? Qanaqa garantiya beriladi keyin? Misol, nimonisiga garantiya olish mumkin bundan? Garantiya hamma narsasiga bor. Hamma joyga garantiya. Bu narsani agar savdo olib borib sotaman deydiganlar bo'lsa ham aloqaga chiqib ko'rasizlar. Biz chiroyli narxda qilib kelishtirib berishaveradi. Mana bag'dada shulardan bir nechtasi bor. Tayyorlaridan mana bunday stullar kerak bo'ladigan bo'lsa ham aloqaga chiqib ko'rasizlar. Stul nima kerak bo'lsa mana tashqariga reklama uchun ham ko'chaga ikkidan dona chiqarib qo'yishgan. Adresi Namangan viloyati Pop shahri. Telefon qilaverasizlar pastdagi raqamlarga. Yetkazib berish, O'zbekiston bo'yicha yetkazib berishga imkoniyatini qilib beradilar. Dastavkalari kelishilgan holatda yetkazib beriladi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Biznesmen, tadbirkor aka-ukalar sotuv uchun olsalar ham bo'ladi. Olib borib uylaringga qo'yib qo'ysalaring. Onangiz yoki otangizga olib borib podarka qilsangiz qarang. Shundoq o'tirib mazza-ku. Uncha-munchaga to'xtab ham qolmaydi. Sababi tepalari mana shundoq qilib mana ikkitalik firjina qo'yilgan. Buni keyin ko'tarib pastlasa ham bo'lar ekan, pastroqqa tushirib olsangiz bo'lar ekan, ichcha teparoqqa chiqarib olsangiz ham bo'lar ekan. Mana shu zanjirni tepaga ko'tarilsa tepaga ketaveradi. Eng oxirga qo'ysa yana pastlaydi ekan. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaveringlar. Chiroyli qilib narxlarini ham kelishtirib qilib berilaveradi. Obunachilarga ancha chegirmalar bor. Bilaringiz jamoasidan kelganlar uchun chegirmalarni qilib berishadi. Mana bundan bag'a endi xudo xolasa marojna sezonlar ham boshlanib qoldi. Suv sezonlari kimdir shunaqa biznes ham mumkin deb o'ylanib o'tirganlar uchun stol stul komplektlarni ham aytgan fasoningizda qilib 12 xil, 13 xildagi stol stullarni ishlab chiqarilyapti ekan. Shunaqa joylarga ham reja qilib turganlar bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bu videoni shunaqa kafe, marojnaxona yana qolaversa dam olib ko'ngilochar joy ochmoqchi bo'lgan tanishingizga jo'natib qo'ying. Zora uchun foydali bir ma'lumot bo'lib qoladi.